Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu vitamin B to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Vitamin B bo'lsa, suvda eriydigan 8 xil vitamindan tarkib topgan bo'lib, ular bizningki sog'lomligimizni qo'g'dashda intayin muhim rol o'ynaydi. Ular mushu vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9 va vitamin B12 dan iborat. Endi bu yerda qayta ta'kidlab o'tishga arziydigan bir ish, men burunqi leksiyalarimda so'zlagan bu vitamin B yoki boshqa vitaminlarniki muhimligi, ya'ni sog'lomligimizni qo'g'dashdagi muhimligi bizniki cho'qim vitamin B dorilarini iste'mol qilishimiz kerak deganga bormaydi. Bu ikkisi butunlay farqli hukm. Yani köpünçe qarindoshlar biz mush vitamin B bek muhim degan vaqtida cho'qim vitamin B dorilarini iste'mol qilish zarur deb xato tushunib qoladigan gap. Biz endi mushu normal yemakliklarimiz orqali badanimizniki ehtiyoji bo'lgan vitaminga yetarlik erisha olamiz. Bu vitaminlarniki muhimligi hergiz vitamin dorilarini cho'qim iste'mol qilish degan ma'noni bildirmaydi. Bu to'g'risida men burunqi leksiyalarimdami so'zlab o'tgan, bu qitimqi leksiyadami alohida ta'kidlab o'tishni muvofiq ko'rdim. Faqat biz mushu tövəndə men so'zlab o'tmoqchi bo'lgan mushu vitamin B mo'l bo'lgan yemekliklarni normal iste'mol qilib bersak, badan ehtiyojliq bo'lgan vitaminlarga tamoman erishib keta olamiz. Undaqda bu vitamin B ninki badanimizdagi xizmati va shifoliq rollari nima degan vaqtida vitamin B men yuqorida deb o'tgandagidek jami 8 xil o'xshamagan vitaminlarni o'z ichiga olgani uchun ularning badanda o'taydigan xizmat va rolimi konkret vitaminlarga qarab farqli bo'ladi. Endi umuman qilib aytgan vaqtida mushu 8 xil vitamin B'ni o'z ichiga olgan vitamin B'larniki qandaq o'rtaq roli bor degan vaqtida birinchisi vitamin B'lar sog'lom metabolizmni ilgari surishga yordam berdi. Ikkinchisi vitamin B'lar sakta xavfini, ya'ni miyaga qon tushish yoki miyaga qon yetishmaslik xavfini tuvaltishi mumkin. Üçüncüsü vitamin B'lar ruhiy sog'lomlikni yaxshilashda bo'libmi tushkunlashishning oldini olishda belgilik rol o'ynaydi. To'rtinchisi vitamin B'lar badanning immunitetini yaxshilaydi. Ya'ni biz mushu normal oziqlanish orqali bu vitamin B'larga 8 xil vitamin B'larga yetarlik erishsak, ular biz bilgan yoki bilmagan holda, sezgan yoki sezmagan holda badanimizda shu xizmatlarni yaxshi o'tab mangadi. Shunglashqa badanda vitamin B'lar kam bo'lmasa, dori yeyishninki hech qanday hojati yo'q. Yoki bo'lmasa bu vitamin B dorilarini qancha yaxshi ko'p iste'mol qilsa, shuncha unum bo'ldi deydigan gap yo'q. Undaqda bu shu vitamin B badanda kam bo'lgan vaqtida qandaq oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida yana o'xshashla bu vitamin B konkret bir xil moddadan tarkib topgan bo'lmasdan balki jami 8 xil o'xshamagan vitaminlarni o'z ichiga olgani uchun o'xshamagan vitamin B'lar kam bo'lgan vaqtida kelib chiqadigan oqibatlarmi farqli bo'ladi. Lekin umuman mushu vitamin B turiga kiradigan vitaminlar kam bo'lgan vaqtida kelib chiqadigan o'rtaq oqibatlar
ahvollar qandaq degan vaqtida birinchisi arg'inliq his qilish, ya'ni vitamin B'lar, har xil vitamin B'lar kam bo'lgan vaqtida arg'inliq his qilish. Ikkinchisi oson qaymoqish, beshqish. Uchinchisi qon kamlik, bo'libmi vitamin B12 kam bo'lgan vaqtida badanda qon kamlik kelib chiqishi mumkin. To'rtinchisi badanning kasallikka taqobil turish kuchi, ya'ni immunitet kuchi tövellab ketishi mumkin. Men yuqorida deb o'tdim, bu vitamin B'lar badanda badanning immunitet kuchini yaxshilashda alohida rol o'ynaydi deb o'tgan. Shunga bu vitamin B'lar kam bo'lgan vaqtida badanning immunitet kuchi tövellab ketishi mumkin. Beshinchisi teri qizirib qilishi yoki teriga oson qizil chiqishi, ya'ni shu allergiyaga o'xshash ba'zi teri kasalliklarga oson giribtor bo'lishi mumkin. Bular shu vitamin B'lar kam bo'lgan vaqtida kelib chiqadigan o'rtaq oqibatlar. Undan boshqa konkret qaysi xildagi vitamin kam bo'lsa, uningga qarab ba'zi farqlar bo'lishi mumkin. Ama yuqori ta'kidlab o'tgandagidek, biz normalda har xil yemekliklarni normal iste'mol qilib bersak, badanimiz ehtiyojli bo'lgan vitaminlarga erisha oladi. Ya'ni bu xil ahvol ostida vitamin B dorilarini iste'mol qilishning hech qanday zaruriyati yo'q deb ta'kidlab o'tdim. Undaqda bu tarkibida vitamin B mo'l bo'lgan yemekliklar qaysilar degan vaqtida yana o'xshashla vitamin B yalnız bir xil moddadan tarkib topgan bo'lmasdan 8 xil vitamin B'larni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa konkret vitamin B'larniki oziqlik manbasida ba'zi farqlar bo'lishi mumkin. Shundaqdimi bu rasmda ko'rsatilgandagidek har xil yemekliklarda shu vitamin B'lar, har xil vitamin B'lar nihoyatda mo'l bo'lib, bu alohida yemeklik bo'lmasdan biz normalda kunda iste'mol qilib turadigan yemekliklar. Shunga biz bu yemekliklarni bak tanlab ketmay normal iste'mol qilib bersak, badanimiz ehtiyojli bo'lgan vitamin, har xil vitamin B'larga erisha oladi. Natijada badanimizda bu vitamin B'lar kam bo'ladigan ahvol osonlikcha ko'rilmaydi. Biz faqatla tamaq tanlaganimizda yoki ba'zi vitamin B'lar mo'l bo'lgan yemekliklarni uzun muddat iste'mol qilmagan vaqtimizda va yoki shu 3 oyda ba'zi kasalliklar sababidan vitaminniki qabul qilinishi cheklanmaga uchirgan vaqtida ondan keyin vitamin kam bo'lishi mumkin. Bo'lmasa biz shu normalda kundalik hayotimizdagi har xil yemekliklarni tekshir iste'mol qilib bersak, osonlikcha vitamin B kam bo'lib qolmaydi. Endi bu badanimizningki vitamin B'larga bo'lgan kundalik ehtiyoj oz bo'lib, tarkibida vitamin B'lar mo'l bo'lgan yuqorqidek har xil yemekliklarni muvofiq iste'mol qilish orqali badan ehtiyojli bo'lgan vitamin B'larga yetarli erishgili bo'ladi va badanda osonlikcha vitamin B'lar kamlikka kelib chiqmaydi. Agar badanda vitamin B'lar kam bo'lmasa, vitamin B dorilarini iste'mol qilishning hech qanday hojati yo'q. Bu to'g'risida men qayta ta'kidlab o'tdim. Yana ta'kidlab o'tsam, vitamin bizning sog'lomligimiz uchun bek muhim, lekin vitamin D, B dorilarini cho'qim normal iste'mol qilib turish kerak degan gap emas. Badanda vitamin B kam bo'lmasa, vitamin B dorilarini iste'mol qilishning hojati yo'q. Faqatla vitamin B kam bo'lib, kam bo'lgan vaqtida anandan keyin bo'libmi bak shu kam vitamin B'larni normal oziqlanish orqali to'liqlash imkon bo'lmagan vaqtida anandan keyin biz vitamin B dorilarini iste'mol qilsak bo'ladi.
Men yuqorida ta'kidlab o'tdim. Bu vitamin B dorilarini normal iste'mol qilishninki alohida zaruriyati yo'q deb. Undaqda qandaq ahvol ostida biz vitamin B dorilarini iste'mol qilish ehtiyojimiz bor yoki vitamin B dorilarini iste'mol qilish zarur degan vaqtida birinchisida men yuqorida o'tgandek badanda vitamin B'lar kam bo'lgan vaqtida. Ikkinchisi normal ozuqlanish orqali har xil vitamin B'larni to'liqlash qiyin bo'lsa va yoki uningga uzun vaqt ketadigan bo'lsa. Üçüncüsü, yaşanğanlar və hamile ayollar, yəni vitamin B-yə bo'lgan ehtiyacı yuqurlab ketish yoki ba'zi tamoqlarni iste'mol qilish imkoniyati bo'lmagan ahvol ostida. To'rtinchisi, vitamin B dorilarini to'liqlaganda eng yaxshisi uni deganda to'liqlash kerak. Ya'ni bu vitamin B'niki badan tarafidan qabul qilish unumini yuqori ko'tarish uchun shu deganda iste'mol qilsa vitamin B badandan eng yaxshi qabul qilindi deb qaralgan. Shunga badanda vitamin B kam bo'lib, vitamin B dorilarini iste'mol qilmoqchi bo'lgan qarindoshlarga buni alohida ta'kidlab o'tishni to'g'ri ko'rdim. Vitamin B jami 8 xil o'xshamagan vitaminlarni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa, ularning dorilarini badan ehtiyojidan ortiq iste'mol qilganda kelib chiqadigan oqibatlarmi shu dorilarga qarab farqli bo'ldi. Men burunqi leksiyalarimdami so'zlab o'tgan bu vitaminlar garchi nihoyatda muhim bo'lsa-mu, lekin uni biz badanning ehtiyojidan ortiq iste'mol qilsak, badanga foydasi yo'qlab bo'lib qolmasdan, balki belgilik aks ta'siri qo'zg'ishi ba'zi kasalliklarni, ya'ni vitamin B'lar bilan zararlanish ahvolini keltirib chiqarishi mumkin. Bu asosligi shu 8 xil vitaminning o'xshamasligiga qarab ba'zi farqlar bo'lganligi uchun men bu yerda u vaqtda konkret to'xtalib o'tmayman. Bugungi bu vitamin B to'g'risidagi qisqa leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berib anglag'anlarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.